Qaranglar, manzarani ko'rib prosta hayratlaninglar. Literaturniga kelganmiz. Eski uy bozorining o'rnida qurilgan 10 etajli Novostroykaning 9-etajda 110 kvadratli kvartirani 77 ming dollarga egasini nomeri bilan ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu kiraverish qismi podizda shunaqa katta koridor. O'ng tomondagi bitta xonamiz bo'ladi. Xohlasanglar detskiy, xohlasanglar spalni qilasizlar, ota-onalar yotoqxonasi. Yana bu yoqda yana bitta xonamiz. Buni ham xohlasanglar zal qilasizlar, xohlasanglar ota-onalar yotoqxonasi. Yana bu 3-chi xonamiz bo'ladi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Nimalar qo'yib qo'yilgan. Ko'chadan qaraganingizda ham mana shunaqa manzarani guvohi bo'lasizlar. Juda chiroyli joylar. Bu uyimiz ikkita sanuzulga ega. Mana birinchi sanuzul, bu esa ikkinchisi bo'ladi. Koridor bo'ylab yurganimizda bu oshxonamiz. To'liq gazlashtirilgan. Bu esa yana bitta 4-xonamiz bo'ladi. 9-etajda mana fasad qismlarini ko'rishingiz mumkin. Eski uy bozorining o'rniga qurilgan. Hovli qismini ham ko'rishingiz mumkin. Maktablar bemalol yetarli. Juda chiroyli manzara. Bu uyimiz srochniy narxida 77 ming dollarga sotilyapti. Kvadrati 110 kvadrat. Bu srochniy bo'lgani uchun shunaqa narxlarda sotilyapti. Atak 10 ming dollar tiqib remont qilsanglar, buni bemalol 95-100 minggacha sotsanglar bo'ladi. Pastda egana nomeri bo'lardi. Bemalol telefon qilib baraka qo'yishinglar mumkin.